Assalomu alaykum. Mana bugun yana bir mijozimizga shu kuxunni mebelni o'rnatib berdik. Bu ishimizni marhamatga olib kelganmiz. Bu ishimizni birinchi eng qiziqidan boshlasam summasidan 11,700,000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik marhamatga. Vodiy bo'ylab dastavkasini ichida qilib beramiz. Boshqa joylarga bo'lsa kelishilgan holatda. Endi bu ishimizni birinchi razmeridan boshlasam, xo'p, o'xshi uzunligi 5 metr joyga bo'ldi, balandligi 230 bo'ldi. 5 metrga 230 bo'ldi. Bir chekkadan kelsak, mana bu joyimizda xolodilnik joylashgan. Xolodilnik mana yangi xolodilniklar qulluq bo'lsin deymiz. Bu yerda mana kir mashinasi bor. Bu taxtakachani ham qilib berganmiz. Xo'p, bu joyimizda mana bu tomondan olasiz. Musor paqiri, mo'ykasi, simistitili, tepa tomonida suv shulkasi joylashgan mana. Oshxona moshlari ham vakuum shamdir. O'zi tortib kirib ketaveradi. Musor paqiri ham yopilganda, eshik yopilganda qopqog'i yopiladi, ochilganda ochiladi mana. Musorlar hidi chiqmaydi mana. Xo'p, bu yerda qosh soladiganini ham qilib berganmiz mana. Qosh soladigani ham, xaladonlari ham o'zi tortib kirib ketaveradi. Hammasi yaxshisidan qo'yilgan. Ruchkalarni ham ko'rayotgan bo'lsanglar mana, hali qo'lda ilib qolmaydi, yaxshi ruchkalardan qo'yilgan. Qosh soladiganini ham olib, yana qaytarib solib foydalansa bo'ladi. Stolning ustiga ham qalin strashnisadan qo'yilgan. Plyuntuslargacha qo'yib berganmiz mana. Xo'p, bu yerda gazimiz, vitishkamiz tepa tomonlarini ham mana o'rab chiroyli qilib berganmiz. Xo'p, bu tomonda bo'lsa mana pastdagi g'aladondan mana chiqarsak yaqinroqdan olasiz buni ham. Xo'p, mana tortmalari ichlari laminat bo'lgan mana. Hali ko'proq narsalar qo'ysa ham ko'taraveradi, baquvvat tortmalari ham. O'zi tortib kirib ketaveradi. Hamma yo'q yaxshisidan qo'yilgan. Xo'p. Past tomonda ham polkalari bor. Past tomonda ham o'sha mashinalari ham vakuum. Bu joyimizda kattaroq narsalar qo'yiladi bu yerga. Hali un qo'yaman degan, un nimasi bor ekan. Idishi bu yerda mana duxovkamiz, mikrovalnovkamiz ikki yonboshini ham urib berganmiz mana. Xo'p, tepa tomondan ham foydalansa bo'laveradi. Kattaroq bu yerga dasturxon sochiq va har xil narsalar qo'ysa bo'ladi. Xo'p, mana shu ishimiz bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerim 90 572 93 94. Shu nomerda Telegram bor. Aloqaga ham chiqsanglar bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.